Assalamualaikum yurttaşlar, kanal işletuvchilar. 4 etaj domumuzun 4-etajında 3 xonamiz pat qilich holatda stroy sotib olgan ekan. Lokatsiya e'tibor beramiz yurttaşlar. Bu yon tarafimizda park, to'g'ri yetib turib svetoforda o'ng'aylasangiz Darital Urdingiz tomon olib chiqadi. Liniyalardan muammo yo'q. 7 liniyamiz yurib turibdi avtobusimiz. Bu yon tarafimizda Rayhon bozor taraf, o'ng'aylasangiz arxiv, shahar hokimiyat 02 tarafga chiqasizlar. Yurttaşlar birgalikda ko'rib chiqamiz, yaqinlarimiz bilan shu ko'ramiz, asa ketdik. 4-etajdan yetib keldi. Yer etajimizda 3 xonadon bo'ladi. Chap qo'limizdan xonadonni yurib chiqamiz. Ko'cha eshiklarimiz ham yaxshi eshiklardan qo'yib turibdi. Uyimiz tayyor holatda. 3 xonadonni yurib chiqamiz. Uyimiz remontdan chiqib bo'shatib turibdi. E'tibor beramiz. Do'rimizda 2 xonasi. O'ng qo'limizda bir zal tushgan. Yon tarafimizda girish qismi. Sanuzel kuxnya bo'ladi. Ko'cha eshiklarimiz ham yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Birimizda yana svetliklarimiz ham qo'yilgan. Lyustrasiyona ega. Videoni o'tirib kelamiz yurttaşlar. Sanuzeldan tushuntirib olsak, sanuzelimiz yana cho'tka tuzatilgan, yarki registrlar tashalgan, eshigimiz akva bo'ladi. Yerimizda kuxnyasi. Aynalarimiz akva. Atab inasini ega cho'ng batalar qo'yib turibdi yana. Kuxnya mebellarimiz bor. Oyoq telamiz yaxshi gilamlardan döşalgan. Yan tarafimizda zal. Ochiq yoziq balkonimiz ham bor. Ramkalar tashalgan, cho'ng batalar qo'yib turibdi, aynamiz akva. 2 balkonlar bo'ladi yurttaşlar. Ochiq balkon, bekli balkon. Yerimizda ramkalar tashalib uzatilgan. Klyuchator, rozetchalarimiz ham yaxshisidan qo'yilgan. Yerimizda yana bir zal, katta zal tushgani, 2 zal, bir spalni bo'ladi. O'ylamdan ko'p to'g'ri yaxshi bo'ladi. Urilgan yerimizda cho'ng batalarimiz qo'yib turibdi, lyustrasiyona ega. O'ng qo'limizda spalni. Hem bir yurtdonlar yine yarkab uzatilgan. Bemalol gap ko'shangiz tavsiya qilamiz. Lokatsiyamiz zo'r. Park, Dekkan bozor, Darital hamma udobniy. Bog'cha maktabidan muammo yo'q. Yonimizda bog'cha maktab ham bor. Berimizda yurtdoshlar sakriti balkonimiz. Atab inamiz shu o'rnatilgan. Aynalarimiz akva. Yurttaşlar shundan buni narxini keladigan bo'lsak, narxi 430 million sroch sotib olgan. Kim ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar, aytib ko'rsatamiz. Sotiladigan uylar bo'lsa, bemalol telefonga sotishlardan beramiz. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ro'za Ramazon oyida Xudoyim niyat etgan yurtdoshlarimizni Alloh taolo chiroyli yo'lga yetirsin. Sog' bo'lasizlar.